Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Endilikda Svet Tekstilda ko'rib turgan barcha futbolka shortingiz atiga 13 ming so'mdan bunaqa narx hali O'zbekistonda bo'lmagan. Assalomu alaykum. Narxni endi biz vobshe sindirib tashlaymiz. Chunki hozir barchasi hozir 17 ming so'mdan. Obshi. Bizga faqat ob'yom kerak azizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narx sindirish bo'lsa, narx sindirish 14 ming so'mdan sotilgan ayollar kiyimlar endilikda 7 ming so'mdan. Bizda birliklar razmerlarini ham topsangiz bo'ladi. Rasvetkalari juda ham ko'p. Bemalol kelib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Bizda ob'yom juda ham ko'p. Ve 12 ming so'mga mana ko'ynakcha kimga kerak? Mana 12 ming so'mga, mana 12 ming so'mga. Bizga faqat ob'yom kerak. Mana 3 yoshga deysizlarmi, mana 5 yoshga deysizlarmi? Farqi yo'q. Hammasi Xitoy material toza. 12 ming so'mdan azizlar. Biznesmen apajoylar pulni pulga urishtirish davri keldi. Bozorda 55 ming so'mdan sotilib turgan trikolar endilikda 29 ming so'mdan. Bemalol butun mahallani triko bilan ta'minlasangiz bo'ladi. 6 yosh deysizlarmi, 7 yosh deysizlarmi, 9 yosh deysizlarmi? Atigi 9 ming so'mdan eng yozga muzdagina trikolarni balajonlar uchun olishingiz mumkin. Mana yana arzon, yana qanaqa kerak arzon narsa sizlarga. Azizlar, ko'ynak lozimlarimiz 46, 48, 50, 52 gacha razmerlar mana atigi 39 mingdan bo'ldi. Choklari juda ham chiroyli, sifati a'lo darajada. Hozir Svet Tekstildan svetlari juda ham ko'p, rasvetkalar chiqdi mana. Bu yerda mana yana rasvetka, mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hozir hammasi nalichi sotuvda, bizda onlayn zakaz olib, keyin chiqarib berdim. Unaqasi yo'q, chunki mana materiallarini, rulonlarini ham bosib qo'yganmiz o'zi. Mana qancha bo'lgan bo'lsa, hammasi o'zimizda ishlab chiqarish birinchi qo'l Svet Tekstilda. Narxi 39 ming, kimgadir nechtadir kerak bo'lsa, bizga ob'yom kerak. Katta partiyada qilib yetkazib beramiz. Kimga nechta kerak bo'lsa, 50 tami, 300 tami nechta bo'lsa, ekranda nomer qoldirdik. Bemalol ekrandagi nomerlarga bog'lanib, nechta kerak bo'lsa, qaysi viloyatdan bo'lgan bo'lsa, zakaz berasizlar, chunki bizga o'ta ko'p ob'yom kerak. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'ling va bundan tashqari ma'lumotlar olish uchun Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Azizlar, rahmat, charchamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.